bugungi xabarlar. Sherali Jo'rayev oilasi, o'g'il va qizlari haqida gapirdi. Qadah-qadah shirin shakar sharbatlar to'ldir qadah, yoningdagi go'zal ojiz uchun, Alloh yaratgan mo'jiza uchun. Qadah-qadah to'ldir qadah, erlarning er qilgan ayollar uchun, tunda uchib ketgan xayollar uchun, onani ulug'lovchi, yorni, singillarni, qizlarni erkalovchi o'nlab bo'lmas qo'shiqlar ijodkori, ijrochisi, O'zbekiston xalq artisti Sherali Jo'rayev bilan ayollar, ularning jamiyatda, oilada tutgan o'rni haqida suhbatlashamiz. Sherali aka, yoshligingizdan bugungacha o'zgarmas bir qoidaga amal qilasiz. Konsertlarni ham, to'y-hajamlardagi chiqishingiz ham albatta ona haqidagi qo'shiq bilan boshlaysiz. Bugungi suhbatimiz ham onangiz haqidagi savol bilan boshlasak. Onangizdan nimalarni oldingiz? Onangizdan sizga nimalar o'tdi? Dunyoning boshi asli onalar bilan-da. Dunyodagi onadan ulug' zot yo'q. Bilasizmi, aslida Allohdan keyin onalar, ayollar yaratuvchilardir. Ne buyuk zotlarni odam dunyoga keltiradi. Dunyoni titratgan zot ham onaning bag'rida ulg'ayadi. Men onamning turmush mashaqqatlari, otam bilan yonma-yon turganliklari, otamiz uchun, farzandlar uchun fidoyi bo'lganlari ko'rib katta bo'lganman. She'ru 100 minglab qo'y moli bo'lgan bolalarimiz otamizning bor yo'g'ini olgach, hatto uysiz qolganmiz. Ko'palarda qirma-qirq o'tovlarda yashaganmiz. Onamiz esa oqqan ariq bir kun oqadi deya sabr bilan yashash kunlar kelishiga ishonardi. 1956-yilga kelib uyimiz bo'lgan. Otamiz bilan birin-ketin farzandlarni tuproqqa qo'yaverib, farzand dog'ini chekkan, ham Allohdan so'rab olgan, qizlariga Tursunoy deb ism qo'ygan. Keyingi opamiz, Alloh umrini uzun qilsin, Gulsum opamiz biz o'g'illarimiz kamolini kutgan ham onamiz bo'ladilar. Uyimizdan mehmon uzilmagan, hammasining xizmatini tinimsiz onamiz qilgan. Onamiz ko'rgan hamma qiyinchiliklar men ko'rib katta bo'lganman. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi 3 marta onangga, keyin otangga demaganlar. Shuning uchun ham so'z olsam, eng avvalo onam va barcha onalarimiz ehtiromini izhor qilaman.